Assalomu alaykum. Meni kuzatib turgan YouTube, Instagram, Telegram kuzatuvchilari. Mana bu meni xonadonim. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa-da, mana shunday videoga olyapman. O'zim Qashqadaryo viloyat Nishon tuman Oydin mahalla fuqarolar yig'ini Do'stlik qishlog'i Salomboy Qurbonov ko'chasi 41-uyda yashayman. Men Nishon tumanini hokimiga bir necha bora bordim. Mana shu o'tiradigan uyimda ahvoli. Hozir ichkarilarini ham ko'rsataman. Manakay. Mana shu ahvoldagi uyda o'tiribman. Meni Qashqadaryo viloyat mutasaddilari va mahalla fuqarolar yig'inidagi mutasaddilar hech biri tinglamayapti. Mana uyimda ahvoli bu holatda. O'zim ikkinchi guruh nogironiman. Qo'limdan ish kelmaydi. Shuning uchun necha bora, pashta 4-5 yildan buyon manakay borib murojaat qilmagan joyim qolmadi. Mana bu ahvolda yashayotgan nogironlarda turadigan uyi mana shu ahvolda. Sizlar ayting, nima qilaylik? Bir qo'lim bir oyog'im ishlamaydi. Shuning uchun bu videoni mana YouTube'ga joylayman degan niyatda olyapman. Mana bu meni o'tiradigan uyim, mana shu xonalaridan bittasi. Mana ahvoli. Sari qumursqa yeb qo'ygan manakay. Mana bu tepalari mana bunday ahvolda. Aytingizlar mutasaddi vakillar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga yetib boradi shu videom degan niyatda olyapman. Mana bu ahvolda uyim. Men qayerga boray? Nima qilay? Kimga uchrashay? Hech bir inson menga yordam qilmayapti. O'zim ikkinchi guruh bo'lsam ham, ikkinchi guruhda ham oxirgi pozitsiyasida turaman aka. Mana shu meni o'tiradigan uyim. Men buni YouTube'ga joylayman. İmkonim boricha o'zimga telefon unchalik tushunmayman, lekin mana oshxonam. Shuni oshxona deb bo'ladimi? Manakay sari qumursqa yeb qo'ygan, mana tepalari. Mana bunday ahvolda. Mana. Bizlar keyin nima qilaylik? Xalq bosh ko'tarsa, bosh ko'tardi deydi. Mana uyda ahvoli. Manakay. Uyda ahvoli bu. Mana tepalari. Manakay. Mana shu ahvolda o'tiribmiz manakay. Bu toklar Xudo ko'rsatmasin bir zamikani berib qolsa keyin nima qilishdi bilmaymiz. Mana biz o'tiradigan uyimiz ahvoli. Mana birilar yorilgan. Mana bu tepalari o'yilgan, hayda. Mana bu tomonlari ham xuddi shunday. Mana meni o'tiradigan uyimda ahvoli manakay akalar. Agar iloji bo'lsa, bloger akalar, sizlardan iltimos, mana shu videoni maksimalni tarqatib
menga yordam qilsalaringiz, mana kelayotgan Qurbon sayil oldida duoda bo'laman. Manaki ahvoli, o'tiradigan uyimni eshigi. Mana shu bir xonada o'tiraman mana. Mana shu bir xonada o'tiraman. Boshqa xonalarni ham ko'rsatdim, u joylarga o'tirishga imkoniyati yo'q. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib bu videoni joylayapman. Maksimalni tarqatib akajonlar menga bir yordam qo'lini cho'zsalaringiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Nima deyishni ham to'g'risi, boshqa nima deyishni ham bilmayman. Shuning uchun sizlardan iltimos, tepadagi mutasaddi vakillar, hokimliklar, vazirliklar, ya'ni senatorlar ko'radi degan niyat bilan mana shu videoni joylayapman. Oldindan rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Sizlardan bir maksimalni javob kutaman degan niyat bilan shu videoni YouTube'ga qo'yaman nasib qilsa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana uyimda ahvoli manaki. Bu tomonlarni ko'rsatmasam ham bo'ladi. O'tiradigan uyimda ahvoli mana. Manaki. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Oldindan kattakon rahmat hammaga.